Soğuqdagi yigit nima uchun nozik qizning beliga urib o'ynaydi? Bu go'zal nima uchun o'zining xo'jayiniga shunchalik tavholik qila oladi? Mashinaning kayniga o'tib baranglashay degan o'g'il qizlarning oqibati zoda qandoq bo'ldi? Nima uchun otasini tashlab o'tgan er kishi singlisi bilan urishib oldi? Nima uchun jimiki erhaq bu qeyri xotinga oshiq bir qaror bo'lib yurdi? Bu haq traxomami, ko'z olmasi dug'lashdimi yoki ko'zga oq tushdimi? Acaba bularning ko'zini qoq cho'qib olganmidi? Bu aqlning bulg'inishimi yo hissiyotning to'lg'inishimi? Mana bu qotillar orasidagi hayot mamatlik ilishishlar tasvirlangan hikoya. Mana bu shuncha yalang'och kiyvog'ini tushliq, shuncha taqazoliq bilan kutib o'tasammi, boshdan oxiri kiyimi picha tug'an isil kiyimlarning iloni. Mana bu puli har qancha jiq topsimi, muhim xizmat yo'qkan deb opsi chiroyini ochmaydigan qizning kinosi. Amerika xalq cho'jaklaridan o'zgartib ishlangan boshda xalqdan tayoq yeb, oxirida hammasini yengadigan uslubga varislik qilgan tangliq artist Jessica Chastain rol olgan, qolgan artistlarni desammi qachon tonimaydigan, boshqa yerdan izlab topolmaydigan, faqat izdashlar bor bo'lgan olimodis boshqa yerlarda bo'lib qolsa-mu, sizlar cho'qim ilon jiqqa deb yana izdash qilib ko'rdigan, texi yangi qozondan chiqqan ajoyib issiq kino. Do'stlaringizmi texi ko'rib boqmagan, siz ko'rib olib, yoshlarning oldida poyitib oladigan chamboshchilik kinosi. Eyvah! Mana bugun bu qiz intayin xato bir ishni qilib o'zining beshiga chukmas bir baloni tepib, ustozini, uydagilarni, o'zining burunqi yigiti, ya'ni hozirgi singlisining muhabbetini xatar ishida qo'yib qo'ydi. Bu qizning taqdiri zodi qandoq bo'pti? Bu kinoni ko'rgandan keyin siz yana qizlar bilan mashinaning oqsiga o'tamsiz yoki g'itqisib uyga ketamsiz? Bu savollarga javobni izlamoqchi bo'lsangiz, izdashni izlab, izdashdan izlang. Izdashni bilmasangiz, izdashni izlang. Izdashni topolmasangiz, hozirdan izdash deb izlang.